Sinfdoshlar gruppasiga kirmaganimga ham ancha o'tib ketibdi. Qani bitta kirib ko'raylik-chi. Pasha bosib ketibdi-yu. Is bosib ketgan, qaranglar, Bitta yozib ko'raylik-chi. Bolalar, bormisizlar, sinfdoshlar, qadrdonlar, o'zingizlar tinchmi? Anchadan beri gruppaga kirmaganimga ishqalanish bo'lib, gruppadagina ko'tara olmaslik kelib portlab ketdi. Sen ham gruppaga kirib yozib tur, iplos. Necha yil bo'ldi maktab bitirganingizga? 30 yil bo'lyapti. 30 yil bo'ldi maktab bitirgan. Necha yoshsiz? Menmi? 30 ga kiraman. Voy alkash, tananidan! Alkash cho'tir, sen beni nomuslarga o'ldirding. Jiyanim bo'lmay o'l, ahmoq, o'lasenga, mirras. Yana ichasanmi? Yo'q, yeyma tog'a. Ichsang nima bo'lsin, ayt. Katta narsaga osilding bola. Agar yana ichsang, filni o'zim topaman. Tushundingmi? Xo'p. Huzur do'stlar, bugun ichaman. Osmonlarda balki uchaman. Yejiya qilasan. Anaqa yer sirkka boraman seni. Sirkda maymunlar ko'rsatasizmi? Ha, maymunlarni ko'rsataman. Davom etyapti yo'lda. O'tir, orqaga o'tir, ha, yotib olgin. Tog'a, maymunlar ko'rinmaydi. Men seni maymunni oldiga emas, filni oldiga olib keldim. Jon tog'a, unaqa qilmang. Buni kattaligini qarasangiz-chi. Tog'a, boshqa ichmayman. Mana shu tashlab yuboraymi, tog'a? Erkak bo'lib va'da berganmisan? Короче, uka bir minutga. Fil sizdanmi? Ha, bizdan. Gap shundaki, Yo, bu urg'och fil. 6 oydan keyin keladi erkak. 6 oy? Qo'ysang qo'y, to'yib chay. So'yna. Nimaga keldingiz? Onajonisi demak, o'ldi onajonisi. Qadamingizni bosmang deganman. Turqizni ko'rmay deganman. Keting. 20 yildan beri dangsanga bitta gulam, bir ro'molon olib bermanman onasi. Aybimni yuvish uchun men seni bugun xursand qilmoqchiman. Qara. Dadasi, mengami. Senga o'lasiz. Xotinimga bor ekan-ku, kun bor ekan-ku, men bechara shu ahvolda o'lib ketsam kerak dedim. Voy dadasi, kechirdim. Nega qalbim og'riq, nega ko'nglim xira. Yerim mashina berdi menga, O'zi menda hamma ayb. Siz juda ko'ngli toza, pok inson ekansiz. Men u qalbi kirlashib ketgan ekanman. Noshukur bo'lgan ekanman. Boriga ham, yo'g'iga ham chidalmagan ekanman, dadasi. Voy, er degani zo'r narsa ekan, bilmagan ekanman. Meni erim butun dunyodagi erlar ichida yagonadir. Menga 9lik sovg'a qildi. Shunday xursandman. Hammaga ham shunaqa er nasib qilsin. Bo'pti, erimga qarashim kerak. Aka, ne telefoningizni olmayapsiz? Bering kalitni olmasin. Mana. Bering kalitni. Meni mashinamni kimga berib yubordingiz? Avtoprokatdan 2 kunga arendaga oldim-da. Shunga seni olib keldim. Endi ko'p 2 kun xursand bo'lding-ku. 2 kun xursandchiliging 20 yilga yetadi, xotin seni. Ha, nasib bo'lsa tirik bo'lsang, yana 20 yildan keyin yana 2 kunga olib beraman. Hali siz menga prokatdan mashina olib berib ko'nglimga yoqmoqchimidingiz? Buqrini go'r to'g'irlaydigan rost ekan. Qorangizni ko'rsatmang. Ko'chaga chiqsam taksi yo'q, qo'shig'im borlik mani yo'q, bola qizlar hamma yo'q, kayfiyatim juda jo'n. Ko'chaga chiqsam taksi yo'q, qo'shig'im borlik mani yo'q, bola qizlar hamma yo'q, kayfiyatim juda jo'n. Nega
O'tkir kelin. O'tkir kelin emas, o'tkir bugun kuyov. Kelin keldi demoqchi edim. Dachaga hamma o'g'il jiyilganmiz. Aniqmi? Ha? Unda men bu oyoq kiyim kimniki? Meniki kelin. Yoshligidan mashinaga kovlukni yaxshi ko'radi-da, suyuq iste'mol qiladi. Yaxshi ko'radi. O'rtog'im jenski shlapa kiyadi demoqchimisiz? Unaqa dema, xafa bo'ladi. Undan ko'ra zo'r turibdi-da, ko'ngli ko'tariladi. Zo'r jura. Ularga jasurdek bu, balki hamma o'g'illar maktab orqasiga sumka taqsa, bu mashina ayollar sumkasidan taqib. Uzoqdan ko'rgan odam borki, ayollarning kelyapti deb o'ylaydi. Tushunmadim. Men ham tushunmayman. Nima bunaqa narsalar ishlatadi Shuhrat? Shuhrat? Labay kelin. Telefon kimniki? Kimniki deyapman. Shuhratniki? Ustidagi gul nima? Gulni qo'y, yana familiyasini aytmaysan. Ertaga uyda bo'ling, adasi, sizga ishonaman. Endi shoshli odam bo'lganda ishonasan-da. Nima qilay? Hayli ro'za qilinglar, o'zlaringni uyda o'tiray. Shu bola chaqamda ko'chada yuribman, men ham ilay qilib turib. Ketgan jo'g'ay. Арнольд Шварценеггер. В фильме «Терминатор. Часть 2. Судный